Bugün yetadi Hediye. Arabaya yok kadar uçamaz. Bu Kelmaydi mana u chimchim. Faqat ikkovimiz ishdik-ku. D'Artagnan mı? Ha? Xotinning oltin kelmaydi. Kel! Bo'pti, kutaveramiz. Kelsin. Nega kelmaydi u? Keladi. Keldi. Keldi-ku. Keldi. Yana shu o'tirishmi? Bugundan boshlab bu quruqda meni yo'q deb hisoblanglar. Men ichkilik tashladim. Ha, xotin non olish kerakmidi? Hozir boryapman. Men kimni kutdim hozir men bu yerda? Men bu hozir kim? To'xta. Ha. Ketaversin. 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 Bilmas edim bir kun kelib seni xotining olib ketardi. Unutilmas qazoq so'zlaring, unutilmas qizargan ko'zlaring, meni pivalar qamirab qoldi. Kecha yarimdan olib o'tirdik, maydalab esingdami tanishgandik, yarimta bo'lib sabab seni ilk bor ko'rganimda kiyimlaring loy edi. Bilmadim negadir og'izlaring qon edi. Yoningga borib stakanimni berdim, ozgina bo'lsa ham 50 grammdan quydim. Hazil huzurlar bilan uygacha ichgan edik, keyin xayrlashib pivaga ketgan edim. Mani tushga o'rgatding, aytmayman, hammasi yaxshi edi, lekin ketasan aqlimga sig'mayapti. Sherikni yo'qotganim aqlimga sig'mayapti. Qanday sessiz ichishim, qanday nay. Nahotki tashlading, nahotki o'rtamizdagi alkogollarni uzding, nimalarga berilding, kimlar bilan do'st bo'lding, menga ham o'rgat, qanday qilib tashlading. Nega jimsan ay, nega jimsan ay, nega jimsan ay, nega jimsan ay, menga ham o'rgat. Bularda o'tirishini qara. Nima bo'ldi? Bundan shoh chiqmaydi, hey. Qashanglar menga o'xshab hayotga qaytinglar. To'g'ri, buni yuvish kerak. Bitta o'pi. Bitta jo'ra. Yo'q dema. Shu shartmi? Qanday unutding?